تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala ushbu jum'a kundan ham Zulhijja ayından kunlarin bereketli kılsaydı. Hajilarimiz kılgan duaların Allah Teala hajilarimizden kabul etsin. Hem bizden de kılgan dualarımızı Allah subhanahu wa ta'ala kabul etsin. Her bir kılgan izgi amellerimizne Kur'an bile sünnetke muvafik bulgan, tevhidke nigizlenip kılgan amellerimizni kabullardan eylep, bendeşilik bilen, iman zagifligi bilan ham boshqa yolg'ishliqlarimizni G'afurur Rahim sifati bilan istig'for g'afu aylasaydi. Amin. Allah subhanahu va taala Qur'onda ayta: "Zalikal alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin." Durustlikda da bu kitap, ya'ni Qur'on kitobi Jide ko'kdan üstünden tushgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Hira tog'ida birinchi so'zlari bilan Iqra bismi robbikallazi xalaq. Ya Muhammad, o'qi, Allohning ismi bilan, Robbingning ismi bilan o'qi. O'qi degan so'z, ya'ni butun aybirni bilarga tirish. Zalikal kitabu la rayba fih. Bu kitob, ya'ni Qur'on kitobi hudan lil muttaqin. Taqvo bo'lgan bandalarına, adam bolalarına, taqvo bo'lgan qullarına to'g'ri yo'lni ham baxt ochqishin beruvchi kitob. Bugungi kunda qizg'anishga qarshi Yevropadan kelgan, Zapaddan kelgan turli psixologlar, turli da'vat qiluvchilar bizning ummatdagi bo'lgan musulmonlarni, hatto alarga musulmonlar, erlar ham xotinlar, alarga iyarib, soqolli yovliqli muslimalar televideniyadan, internetdan, YouTube'lardan, kontaktlardan da'vat qilalar. Psixologiya emish aybat ol, psixologiya bo'yicha yasharga kerak. Ham baxtli bo'lasiz kela, bizga Qur'on ham hadis oyatlari bilan tugil, balkim Yevropa ham Zapad qiymatlari bilan bizga shuni o'rgatirga tilaylar. Hatto qizg'anishga qarshi mana bu soqolli bo'lgan yovliqli muslimalar shul Yevropada bo'lgan psixologlarning so'zlarini quvvatlab oyat hadislar bilan ketiralar. Biz musulmonlar, biz tug'ilganda umuman biz musulmonlar endi iymonlari zaif bo'lgan, ilmlari tupli bo'lmagan kishilar ularga erib boralar. Qizg'anishga qarshi bir vaqt eshitirga to'g'ri keldi. Agarda siz boy bo'lasiz kelsa, agarda baxtli bo'lasiz kelsa, miskin bo'lgan, fakir bo'lgan tug'anlaringizdan yiroq bo'ligiz deb kengash beradilar. Subhanalloh. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam 1446 yillik sahabalarına aytdi: "Sizning orangizda bo'lgan fakirlar ham miskinlar orasida sizga ko'kdan rizq kela tug'ilmasin" deydi. Sizning orangizda fakirlar, miskinlar sababli, fakirlar,
muhtaçlar, miskinler səbəplе sizge kökten rizq kile tugilmesin deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorau bera. Psikologlar aytalar, fakirler bulgan tuğanlarınız bulsa, miskinler bulsa, alardan yirak bulunuz, alar sizni tüpke tortalar. Na dno tyanut deyip aytalar. Subhanallah. Qaysi sözge biz köbərəgə şanabızsın cemaat. 1446 yıl ilik aytgan "Zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin." Bu kitap, Kur'an kitabı taqva bulgan müminlerge doğru yolunu ko'rsatuvchi, baxt yo'lini ko'rsatuvchi bir kitap. Nega sanani unutalar bugungi kunda musulmonlar? Allah subhanahu wa ta'ala meni de ham sizni de Rabbim Allah shunday yolg'on bo'lgan, shayton bilan birga ishlagan turli yoqlardan qitirtuvchi psixologlardan ham boshqa kishilardan saqlasin. Ko'proq Qur'on o'qig'iz jemaat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning turmushini o'rgansangiz, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lini o'rgansangiz, siz anlarsiz. Qur'ondan da, dinda yashowdan da baxtliroq turmush yo'q jemaat. Qarag'iz sahabalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidida as-suf degan ahli suf yashagan. Kim narsani alar? Alar türlü fakirler, miskinler bulganlar. İleri bulmagan, aşarga işirge bulmagan kişiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den meşitinde yaşaganlar. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü aytmagan bolsaydı, o zamanda psikologlarının sözüne tayanıp Peygamberimiz iş işleseydi, Allah nerse aytırıydı ona. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Miftahul cenneti hubbul fuqara'i vel mesakin. Cennetin aşkışı dedi. O fakirlerini hem miskinlerini yaratu dedi. Psikologlar ayta, alardan kaçığız, alardan yirak bulunuz. Alar sizni asqa tortalar. Alar arkasında siz baxtli bo'la olmaysiz. Allah ayta, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayta, baxt fakirler, miskinlerge yardım etu, muhtaçlarga yardım etu. Kimgasin cemaat biz ko'proq e'tibor berishga tiyishmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Qur'ongami? Alla qoylardan Yevropalarda zapatda o'qib qaytgan 2-3 diplom высшее образование. Cemaat, menda bit diplom rol o'ynamay. Menda rol o'ynay har birimizning yuragida bo'lgan iymon. Har birimizning yuragida bo'lgan iymon rol o'ynay zo'r. Allah subhanahu wa ta'ala ayta, "Yawma la yanfa'u malu wa la banun." Bugungi qiyomat kunida la yanfa'u malu wa la banun. Sizning bolalaringiz, boyliklaringiz, sizning diplomlaringiz sizga to'zan birtiga xatlada yordam etmas dey Alloh taala. İlla man atallohu bi qalbin salim. İlla magar yordam etir sizga kimning yuragi shista bo'lar. Bütün buzuqlardan, bütün shikli ayberlardan kimning yuragi tavhidga, Qur'on bilan sunnatga yopishgan, mana shu kishilargina qutulishga erisha olalar inshaalloh. Shunga ko'ra Robbim Alloh sizga da bizga da tavfiq bersin. Andi kishilardan yiroq bo'larga, bir nindi de psixologlarni tinglamag'iz. Bir nindi de kengashchilarni tinglamag'iz. Shayton ismindən söyley turgan. Alar Qur'on sunnat oyatlari bilan, hadislari bilan toyanalar. Imish buni hadisda aytilgan, ham dinni, hadisni o'zlarining nafslarına iyartib, to'g'ri keltirib bizga nasihat beradilar. Kishilar tinglaylar bit. Nishiginde soqolli obzi o'qigan, qayerdir Makkaga o'qigan, qayerdir Madinada o'qigan, boshqa yerda anga qaramag'iz. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan, "Inna hadal ilmu din." Mana bu siz o'rgangan ilm, ul sizning diningiz. Qaysi bilan siz Alloh qarshida ibodat qilasiz? Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Qarag'iz kimdan ilmingizni olganingizni, kimdan dinni o'rganganingizni qarag'iz deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Robbim Alloh bizni, bütünimizni de
үзенең шиксез кырыйсыз булган рәхмәте белән безгә һидаятны һидаят итеп күрсәтеп, һәм шул һидаяткә үлгәнче хәтле нык ябышып, үлгәнче хәтле шуңа ябышып гыйбадәт кылып яшәргә насыйп итсен. Һәм безгә ялган белән батылны ялган һәм батыл булып күрсәтсен, һәм үлгәнче хәтле шуннан сак булырга, качырга, ерак булырга Раббым Аллаһ ярдәмнәрен бирсен. Амин.